ishlaydi, kunni maqtan boshlaydi, tinmay o'qib izlanib, oldinga qadam tashlaydi. Eplaydi har ishni, sport hudud va o'qishni, xizmat niyat hattoki kanda qilmas mish-mishni. Osmon uning orzusi, vatan tinchi qayg'usi, yangan tog'lar, ofitserlar bo'lsa, vataniga sodiqu, maqtovlarga loyiqu, eko-oper tergovchisi, akademiya tinglovchisi. Yaxshi o'qish shiori, yuksak ivosori, qisqa qilib aytganda, madaniyatli bezori, ajotli kun dushanba, og'ir kuni dushanba, bilmaysiz biznikilar, hatto o'qir yashanba. Osmon uning orzusi, vatan tinchi qayg'usi, xalq suyangan abdollar, ofitserlar bo'lsa, vataniga sodiqu, maqtovlarga loyiqu, eko-oper tergovchisi, akademiya tinglovchisi. Qurol otishda mergan, qadim Mirza cho'rlagan, cho'llarda chaylar bilan do'stlashib vaqt bergan. Doim e'zozlarni qilib, tartib intizomdir, Tole Yunus kabi bo'lajak yuristkadir. Osmon uning orzusi, vatan tinchi qayg'usi, xalq suyangan tog'lar, ofitserlar bo'lsa, vataniga sodiqu, maqtovlarga loyiqu, eko-oper tergovchisi, akademiya tinglovchisi. Tayin kiyim boshoyi, ustozi bor fidoyi, general erkatoyi, akademiya tinglovchisi.